Eğer maqul bolmasanız, ben bugün canımla çıkıp koydum. Ya ölüm ya körüm. Çekince bol. Ha! Bo'ldi be. Sumba qavulning Liangshanga chiqib to'piq ketilg'isi bo'lmasa, majburlab nima qilamiz? O'zingizni besiviling, yenge. Nima? Birodarimning kagisi yo'qmi-ka? Shundoq. Avatgan oltin kumushlarni oz ko'rgan o'xshamamdi. Yo'qsa, birodarim saptil kishi. Meni mansitmagan chig'i. Nemisi ko'ra oladigan? Kamiz-kamiz. Kelinglar. Hop. Onunga yana bir parcha xat olib beringlar. Ağa, bu deganlari baqqalning ko'ngli kashkanlari menga ayon. Yetildirgan mahorat bilan algi to'pi kesib, ajdodlarga sharaf keltirmak durust ish edi. Meningmi shunday qilg'im yo'q demdilar. Kimmi? Yuziga la'nat tamg'isi besilib, Liangshan ko'lida umrvoyat mo'kinib yashashni xohlaydi deydilar. Azimatlar sadoqat mardlikni hammadan a'lo biladi. Lekin biz mardlikni deb sadoqat mardlikdan voz kechishga majbur bo'layotamiz. Bu nima uchun? Bu faqat parxor amaldorlarni yo'qitib, munofiq vazirlarni jazolab, eldiki mard azmatlar bilan birlikda jahonni tish, puhrani amin qilib, tangri yo'lni tutmoq uchundir. Shundalar hamon bir kuni xon oliylari bizning sadoqat bilan qalbimizni tunib yetsa, el bulishga farmon tushirib qolar. Ana shu chaqda biz yana birlikda qaytadan elga xizmat qilib, o'rda to'p ko'rsatsak, o'xshashlar sadoqatmanlikni to'liqlab yetkazgan bo'lmaymizmi? Danish ağa, iqtidarsiz bo'lsam-mu, Liangshanga chiqib to'pga qo'shilib, o'zlari bilan hayot mamatda belli bo'lishni xohlayman. Bayaq gaplarni sizlarga qaratib deganim yo'q. Shug'inisi ko'ngil izhorimni yetkazay deb ortiqroq gap qilib soldim. O'rinlardan turg'aylar. Bu hargizmi sizning zo'rlig'im emas. Ağa, ko'rsatgan ajr to'pisi yo'q deb meni qabul qilg'ilur kamayib qo'yishmamdi. Agar shunday yer bo'lsa, faqir o'zlariga bir pan taqdim qilib, jo'jamat qo'rqin elishtirg'a hamdamda bo'g'ayman. Yine oralardan turasılar. Aldıq günü soğuk salam bilen aldığı adam əvəti təklif qısaq kərgini unumuydu. Əmdilikdə öz ayığı bilen kərgini qarğanda bunun bir səbəb bağlanıq. O Zəlməşqavul bilen bir ustazdan təlim aptıken, özü Cingco aymığının baqqavul dursa, xatırcan bulanmadak nemisi var. Şoğunisi, o Liangshandikiler tenkelemizse, sınlım eğir külfət xalamikən deymen. Birodarim, ciddi paytda madadkor bo'lib, bizni cheksiz xursand qildingiz. Sun Baqavulning Liangshan o'g'rilarini chekindirish uchun dal vaqtida hamdamga kaginiga jamoatimiz albatta loyiqida javob qaytirdi. Enem, baş lashkari mahkamaning farmoniga binoan Yunju aymog'ini qo'llashga ketyaptim. Yo'l ustida bu yerni yutib qoldik. Qaraqsan yo'qotishma borchimizning bir qismi. Uning ustiga birodarim havol qilgan ishni qandoq murad qilay? Ha? Dastxona hazırlanlar, Sun Baqavulni kutib olaylik. Ağa, qani, Marhamat. Sun Baqavul. Yo'ldan xili o'ngishib o'tgan o'xshaydilar. Liangshan o'g'illari uchirmadimi? O'g'irlardan bir qanchasi uchirgandi. Ularni terib-peran qilib atdik. Agar seni demigan bo'lsam, hali qizning ishini allaqachon tugatgan bo'lardim. Chinman ağa, o'zingizmi tutilib qolgan turuqliq, yana mendan og'irligingiz nemisi? Sening paylingning buzuqligidan. Mana hammamiz mushu oqatga qoldik.
Ağlarım, təgəşmanglar. Bizlərning muşundaq yerdə didarlışıb qalğanımızmı? Yaman bulmadık ha?